Bugün göç bilen kökaz bozla tayyor qilib bo'lgan alohida lag'man yarashishni ep keldim. Avval tinib tayyor bo'lgan xamirni chiroyli qilib jiz qilib 20 minut atrofida tindirib tayyor qilib olamiz. Go'shtni nepiz yaproq to'g'rab bir qoshiq solib 5 gram tuz, ozroq suv quyib takshi yumshatib olamiz. Arqadan 3 gram aqmush, 3 gram xo'jajon bilan bir tal tuxum chekib takshi aralashtirib olgandan keyin bir qo'shib kraxmal solib aralashtirib 2 tim jangyo temtib 2 tim mediya sap chamg'ur yog'idan quyib aralashtirib yarim soat atrofida tamlantirib qo'yamiz. Film yurak berib saqlab olib davomini ko'ring. Ko'kloz piyozni cho'ngroq, samsoqni yaproqcha, sinjonni ushoq, sho'xilni dan chiqib to'g'rab tayyor qilib olamiz. Bir qachiqqa sho'rp quyib 5 gram tuz, 5 gram aqmuch, 3 gram xo'jajon bilan 2 tim jangyo, bir qo'shib kraxmal solib aralashtirib tetib qolsa tamshirini tayyor qilib olamiz. Qozonga mediya sap qichig'idan jiqroq may quyib qizg'anda go'shtni solib sarg'aytib qo'rib ustiga to'g'rab tayyor qilgan ko'kloza, sho'xlat, piyozni solib takshi qurib suzib olamiz. Qozonga oz miqdorda may quyib qizg'anda samsoq, sinjang, bir qo'sh lozorlarni solib mazza biroq chiqarib rang qizarganda maydan o'tkazib tayyor qilgan go'sht sayko'klarni solib qo'rib tangishib olgan tamshirinisidan bir jumush qilib takshi aralashtirib 2 tim ochiq suv temitib ta'min tetib olsaqda o'xshagan seyimiz tayyor bo'lgan. Tinib tayyor bo'lgan piltini inchik tartib qo'limizga olib qozon qaynagan solib 3 minut atrofida qaynatib, suzib, taqsiga solib qo'rib olgan seyimizni ustiga solib iste'mol qilsak bo'ldi. Men Samatjon Aslam. Yaxshi bo'lganda media markasiga diqqat qilishni unutmang.